Mana har doimgidek va biz bu kunni polizlarni tozalash bilan o'tkazamiz va Matigani qo'lga olamiz va tashqariga chiqib ketamiz. Xo'p, sabzilar ham o'tib ketdi. Yo'qmi-yo'q? Salom, Mark. Salom. Senga bitta yangiligim bor. Google'da yangi 666shopping.com degan sayt ochilibdi. U yerdan narsalar zakaz qilsa bo'lar ekan. Sen ham bir telefoningni tekshirib ko'r. Rostami? Hozir tekshirib ko'ramiz. Telefonimni olib olay. Xo'p, sandiqda tekshirib ko'rsak, telefonim bor ekan hozir. Xo'p, 666shopping.com. Hozir yozib ko'ramiz. 666.com. Xo'p, mana chiqdi. U yerdan nima zakaz qilsam ekan? Kamera zakaz qil, sen uchun kerak bo'ladi, chunki sen youtubersan. Sening yangi maqsading bor, sen 200 mingta bo'lmoqchisan. Ha, to'g'ri topding. Shuning uchun men hozir kamera zakaz qilaman. Xo'p. Ana endi yaxshi qol, men endi polizlarimni tozalab olishim kerak. Maslahating uchun kattakon rahmat. Mana janob mer, sabzi va kartoshkalarni sandig'ingizga solib qo'ydim. Ha, rahmat Rodkin. Mayli, ketaver. Xo'p, ana endi biz asta-sekinlik bilan merga kartoshka va sabzilarni topshirib bo'lgandan so'ng asta-sekin qaytamiz. Xo'p, mana bu yerlarni yaxshilab tozalab oldik. Ana endi biz zakaz kelishini kutib o'tiramiz va maza qilib kompyuterda Minecraft o'ynaymiz. Xo'p, Minecraft o'yiniga kiramiz va mer ochamiz. Voy, yana kim eshigimni taqillatyapti? La'nat, uxlab qolibman-ku. Xo'p, zakaz kelibdi-yu. Xo'p, zakazda kameram kelibmi? Yo'q. Bu yerda kitob nima ish qilyapti? Xo'p, birinchi sandig'ini sindirib olamiz va kitobning ichida nima yozilganini o'qib olamiz. Xo'p, zakaz Marknikida. Nima uchun zakaz Marknikida bo'lishi kerak? Chunki men zakaz qilgandim-ku. Xo'p, mayli. Marknikiga boramiz. Markning uyi bu tomonda. Xo'p. Nima? Qon nima qilyapti Markning uyida? Xo'p, asta-sekinlik bilan boraylikchi. Xo'p. Yo'q, rosta kamiga qon bu. Xo'p. Mark, do'stim, senga nima bo'ldi? Murodki, yaxshisi bu yerdan qoch. Bo'lmasa o'lamasan. Yo'q, men seni tashlab hech qayerga ketmayman. Seni kim bu ahvolga soldi? Yo'q, bu yerdan ket. Bo'lmasa hozir sen ham bo'lasan. Yaxshisi orqangga qayt, bu yerdan, qishloqdan ket. Yo'q, hech qayerga ketmayman sensiz. Murodking, ortingga qara. Nima? Ortimda nima bor? Salom. Yo'q.